zapis qilishni boshladim. Bu bizda Ellis kitobimizdagi tekst. Bu mushuklar haqida ogohlantirgandek va juda ham qiziq tekst ekan. O'qib chiqdim, mashqlarni ham ko'rib chiqdim. Xo'p, birinchi navbatda tekstni o'qiymiz, yangi so'zlarni o'rganamiz, keyin mashqlarga o'tamiz. Undan qanaqa qilib qilishni o'sha vaqtda aytaman. Are they evil? Ular yomonmi? Ya'ni mushuklar yomonmi deb nomlangan tekst. During the Middle Ages in Europe, Yevropada o'rta asrlarda the cat became an object of superstitions and was associated with evil. Superstition degani bu irim-sirim, xurofot, bular hammasi superstition bo'ladi. Masalan, agar kimdir aytsa, ostonada oldi-berdi qilib bo'lmaydi, yarim yo'ldan qaytib bo'lmaydi yoki soat berish, soat sovg'a qilish yaxshi emas. Bular hammasi irim-sirimlar va mana shu narsalar ingliz tilida superstition bo'ladi. Became an object of degani asoslangan, bog'langan yoki misol uchun mushuklar irim-sirimlar mavzusi bo'lgan deb tarjima qilsak ham bo'ladi. And was associated with evil. Ya'ni yomonlikka asoslangan. Evil bu yerda yomonlik deb tarjima qilinadi. Demak, butun gapning tarjimasi bunday bo'ladi. O'rta asrlarda mushuklar ko'pgina irim-sirimlar mavzusi bo'lgan va yomonlik bilan bog'langan. The animal was believed to have powers of black magic. Black magic bu shunaqangi kuch, sehr va u yomonlik uchun ishlatiladi. Keyin mushuklarda mana shunaqa yomon kuch, yomon sehr bor deb ishonilgan deb aytyapti. An assistant to witches. Witch bu yerda yolmog'iz degani, ya'ni ular yolmog'izlarning yordamchisi yoki and perhaps the embodiment of the devil. Embodiment degani timsol degani. Devil shayton. Shayton timsolida, ehtimol shayton timsolida yoki yolmog'izlarning yordamchisi deb ishonilgan deyapti tekstda. People who kept cats were suspected of wickedness. Wickedness bu yerda yovuzlik. Aytyaptiki, people who kept cats. Mushuklarni boqqan odamlar yovuzlikda shubha qilingan. And were often put to death along with their cats. Put to death degani o'limga hukm qilingan. Demak, mushuk boqqan odamlar o'zlarini mushuklarga qo'shilib, birgalikda o'limga hukm qilingan yoki ular yovuzlikda shubha qilingan deb aytadi tekstda. Cats were hunted. Mushuklar ovlangan ekan. Tortured, qiynoqqa solingan. Torture degani qiynoqqa solmoq. Keyin and sacrificed va qurbon qilingan ekan. Mushuklar ovlangan, qiynoqqa solingan va qurbon qilingan ekan. Live cats were sealed inside the walls of houses and other buildings as they were being constructed, in the belief that this would bring good luck. Aytyaptiki, seal, birinchi navbatda shu so'zga e'tibor berishni xohlardim. O'zi lug'atdan ko'rsangiz, o'zbekcha inglizcha lug'atdan ko'rsangiz, muhrlamoq deb tarjima qilib beradi. Lekin hozirgi momentda uni hadeb tarjima qilmaymiz. Bu qachonki siz bitta narsani, ikkita narsani orasiga tiqsangiz va uni qaytarib u shu orasiga joylaganingiz uchun u yerdan chiqib keta olmaydi. Ya'ni shu narsani seal deb aytadi. Misol uchun bu yerda aytayapti, tirik mushuklar uylar yoki boshqa binolar qurilayotgan vaqtda odamlar devorlarni orasiga solishgan, joylashgan. Chunki ular bu narsani omad keltiradi deb ishonishgan. Shunaqa deb tarjima qilinadi. Ya'ni ular omad keltiradi degan umidda, degan ishonchda, e'tiqodda deymizmi, mushukni devorlarning orasiga solishgan ekan. Uy boshqa binolar qurilayotgan vaqtda shunaqa bo'ladi tarjimasi. As the cat population dwindled. Demak, hamma mushuklarni ular shunaqa o'ldirishgan va shu oqibatida mushuklarni soni kamayib ketgan. Dwindle degani kamaymoq. Siz hadeb decrease yoki diminish shunaqa fe'llarning o'rniga dwindle so'zini ishlatsangiz bo'lar ekan. Demak, mushuklarning soni kamayib ketganligi sababli the disease-carrying rat population increased. Disease-carrying degani kasallik tarqatuvchi, kasallikni o'zi bilan olib yuruvchi degani. Shu mushuklar soni kamayib ketgandan keyin kasallik tarqatuvchi kalamushlarning soni ortib ketgan. Chunki mushuk kalamush bilan oziqlanadi. Bilasizlar, bu yerda shunchaki ozuqa zanjiri. Agar mushuk kalamushni yemasa, kalamushlar soni ko'payib ketadi. Ular shunaqa ko'payib ketganda
A factor that contributed greatly to the spread of epidemics throughout Europe. Va bu narsa Yevropa bo'ylab epidemics bu yerda epidemiya, ya'ni kasallik, infeksiya bilan bog'liq bo'lgan kasallik, spread of degani tarqalishi. Shu narsa, ya'ni kalamushlarni, kasallik tarqatuvchi kalamushlarni kamayishi Yevropa bo'ylab epidemiyalarni tarqalishiga katta hissa qo'shgan ekan. Contributed bu yerda hissa qo'shgan. By the 17th century, 17 asrda, the cat had begun to regain its former place as a companion to people and the controller of rodents. 17 asrda mushuklar regain qaytarmoq, qayta qo'lga kiritmoq. Former bu yerda avvalgi. Xullas 17 asrda mushuklar avvalgi o'rnini qaytarib olishibdi. Qaytarib olishni boshlashibdi. Ya'ni qanaqa o'rni? Odamlarni hamrohi, companion bu yerda hamrohi degani yoki do'st. Xullas odamlarni hamrohi, do'sti yoki bo'lmasa kemiruvchilar nazoratchisi sifatida o'zini o'rnini qaytarib olishni boshlabdi. Bu yerda rodent kemiruvchi degani, bunga kalamushlar, sichqonlar, yana olmaxonlar, shular hammasi kirib ketadi. Many of the superstitions that appeared during the period of cat persecution. Persecution degani, cat persecution bu yerda mushuklar taqibi degani. Ularni o'ldirishadi, quvishadi, ozor yetkazishadi, qiynoqqa solishadi. Bular hammasi cat persecution bo'ladi. Aytibdiki, o'sha cat persecution davrida ko'pgina xurofotlar, ko'pgina irim-sirimlar haliyam bor deyapti. However, are still evident today in the form of such sayings as a black cat crossing her path brings bad luck. Xo'p, butun gap tarjimasini aytsam, xullas o'sha vaqtda, ya'ni mushuklar taqib yurishgan vaqtda paydo bo'lgan, period paydo bo'lgan degani, ko'pgina xurofotlar, irim-sirimlar haligacha bor. Evident degani clearly seen degani, ya'ni mavjud, aniq bor degani. Xullas hali ham mavjud ekan va hozirgi kunda masalan quyidagi iboralar ko'rinishda bizga ko'rinishi mumkin. Masalan, agar oldingizdan mushuk o'tsa, qora mushuk kesib o'tsa, bu yomonlik keltiradi. Mana shunaqa irim-sirim bor-ku, shu shaklda ko'rinishi mumkin deyapti. Endi mashqlarga o'tishdan oldin men Word fayl tayyorlagandim. Bular hammasi ko'chirib yoqqa o'tkazilgan. Biz u yerga qaraymiz va tekstga qaramasdan iloji boricha eslab qolib yozishga harakat qilamiz. Xo'p. Buni kattalashtirsak bo'ladi. A belief which is not based on reason. Ya'ni hech qanaqa sababga asoslanmagan qanaqadir g'oya yoki e'tiqod deymizmi? Bu ya'ni irim-sirimni aytyapti. Irim-sirim bizda superstition bo'ldi. Bu birinchiga to'g'ri javob. Keyingi to be connected with something through ideas. Biron nimaga bog'langan bo'lish yoki biron nimaga aloqador bo'lish. Bu bizda associated so'zi. To be associated. Keyingi a supposed special power that is used to harm people or that involves communicating with evil spirits. Aytibdiki, shunaqangi maxsus kuch va u narsa odamlarga ozor berish uchun ishlatiladi va jinlar bilan aloqa qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu yerda sehr. Qanaqa sehr? Black magic. Yomon sehr. Associated black magic. Xo'p, uni highlight qilamiz. Endi a woman who is believed to have supernatural powers, usually evil ones. Shunaqangi ayol, unda sehr kuchlari bor. Supernatural, super qobiliyati bor degani. Va ular yomon bo'lar ekan, ya'ni yalmog'izda aytibdi. Witch. Witch bizda yalmog'iz degani edi. Keyingi the expression of an idea or quality in something physical. Bu yerda aytibdiki, qanaqadir g'oya yoki sifatni jismoniy buyumda ifodalanishi. Masalan, yomonlik
Mushuklar yomonlik keltiradi. Mushuklar bu yerda tekstda aytgan shayton timsolida degan. Ya'ni timsol so'zini so'rayapti u yerda, embodiment. Ya'ni shayton bizda yomon va u narsani jismoniy buyumga o'tkazsak, bu yerda mushuk timsol bo'lyapti. Mushuk shayton timsolida bo'lyapti. Bu bizda embodiment. Keyingi evil, extreme badness. Bu yerda yovuzlik. Yovuzlik bizda wickedness. O'zi wicked degani adjective bo'ladi va bu yovuz degani, yovuzlik demoqchi bo'lsangiz wickedness bo'ladi. Xuddiki bu happy, happinessga o'xshaydi. Baxtli va baxt so'zi umuman olganda. Keyingi to be caused to suffer great pain. Judayam kimnidir, nimanidir og'riq olishga sabab bo'lish. Ya'ni bu yerda ozor yetkazish, qiynoqqa solish, torture so'zi. Tekstda bu torture deb berilgan. Ya'ni 3-shakli ishlatilgan fe'lda biz hozir 1-shaklini ishlatsak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Torture, qiynoqqa solmoq. Highlight qilamiz buni ham. Keyingi to be firmly closed in a place so that it is not possible to get out. Biror bir narsani shunaqa joyga joylaysiz va u yerdan chiqib keta olmaydi. Ya'ni bu bizda lug'at tilida aytsak muhrlamoq, o'zimiz tilda aytsak mahkam joylamoq. Ya'ni seal. Kitobda sealed deb berilgan. Tekstda biz hozir 1-shaklini ishlatsak bo'ladi fe'lni. Keyingi to become gradually less, diminish. Become gradually less, diminish. Ya'ni tushishi, kamayishi. Bu bizdagi haligi so'z. Dwindle. Bu kamayish degani, aytgandek decrease, diminish kabi so'zlarni o'rniga ishlatsangiz bo'ladi. Reach or have an effect on more people or things. Bu yerda biror bir ko'p odamlarga yoki narsalarga ta'sirini o'tkazish, ya'ni hissa qo'shish desak ham bo'ladi. Bu yerda contribute so'zi to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi a large number of cases of the same infectious disease at the same time, often in the same area or region. Biror bir infeksiyaga bog'liq kasallikni ko'p sonlarda tarqalishi bir vaqtda deyapti, bitta regionda yoki bitta maydonda, bitta joyda. Ya'ni bu yerda spread. Bu tarqalish deb tarjima qilinadi. Kasalliklar, ko'pincha kasalliklar uchun ishlatiladi. Get something back. Biron nimani qaytarib olish. Tekstda biz mushuklar o'z o'rnini qaytarib oldi degan gapni o'qidik va u yerda regain so'zi ishlatilgan. Keyingi the group of small animals with sharp teeth which includes rats, mice. Xullas shunaqangi hayvon guruhi va u yerda ularda o'tkir tishlari bor va kalamushlar, sichqonlar, qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, olmaxonlarni ham o'z ichiga oladi va ular kemiruvchilar bo'ladi. Bu bizda rodents bo'ladi. Keyingi the act of making someone or something suffer because of what they are. Ya'ni ular borligi uchun kimnidir yoki nimanidir, kimgadir yoki nimagadir ozor berish. Bu bizda qiynoqqa solish. Yo'q, bu yerda ozor berish haqida gap ketyapti, to'g'ri. Lekin bizda boshqa so'z bor. Qiynoqqa solish tepada aytilgan, lekin bizda hozir yozishimiz kerak bo'lgan so'zlar ketma-ketlik bo'yicha aytilish kerak. Biz birinchidan torture so'zini ishlatdik. Uni 2 marta ishlata olmaymiz. Undan keyin bizda boshqa so'z bor, persecution degan. Mana bu yerda bu biror bir narsani yoki hayvonni, odamni ta'qib ostiga olish, quvish, o'ldirish, ozor berish, qiynoqqa solish, bular hammasi persecution bo'ladi. Ana shu bizda hozir to'g'ri javob.
persecution. Va oxirgisi clearly seen, apparent. Bu yerda bu mavjud, ya'ni evident. Bu bizda yangi so'zlar bilan bo'lgan mashqimiz edi. Endi biz 3 ta multiple choice testlarimiz bor. Shuni qilishimiz kerak. Buni qanaqa usulda qilamiz? Menga doim note taking usuli yoqqan. Bu reading da ham ishlaydi, listening da ham ishlaydi va hozir mana shu usulni takrorlaymiz. Men aynan savollarni Wordga ko'chirib olib o'tganman. Biz hozir variantga qaramasdan savolni o'qib, o'zimiz javobimizni berishimiz kerak bo'ladi. Keyin uni variantdagilar bilan taqqoslab, to'g'ri javobni olamiz. Bu yerni yopamiz. During the Middle Ages, cat owners were in danger of. O'rta asrlarda deyapti, mushuk boqqan odamlar qanaqa xavfda bo'lgan. Ofdan keyin fe'lni ing shaklini ishlatishimiz kerak. Hozir grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak, yozishimiz kerak bo'lgan narsa. Keyin uni highlight qilib turib, variantdagilar bilan taqqoslaymiz. Demak, o'rta asrlarda mushuk boqqan odamlar qanaqa xavfda bo'lgan. Birinchi navbatda ularni mushuklarga qo'shib o'ldirilib ketishi mumkin bo'lgan. Ya'ni ularni o'ldirilishi xavfi bo'lgan. In danger of being killed deb yozsak bo'ladi. And yana nima bo'lgan? Yana ularni yovuzlikda shubha qilingan. Ya'ni being suspected of wickedness degan joy bor tekstda. Men bu tekstni ikkinchi marta qilganim uchun esimda qolgan. O'sha gapni o'zini yozsak ham bo'ladi. In danger of being killed and suspected. Being suspected of wickedness. Nima uchun aynan shu so'zlarni ishlatyapmiz? Chunki bu so'zlarni biz vocabulary mashqda ham o'rgandik. Esda qolish uchun xuddi shu so'zlardan foydalanish o'zimizga yaxshi bo'ladi. During the Middle Ages, cat owners were in danger of being killed and being suspected of wickedness. Ular o'ldirilishi yoki yovuzlikda gumon qilinish xavfi bo'lgan. Biz hozir shu yerda endi variantdagilar bilan taqqoslashimiz kerak bo'ladi. A variantda aytyapti. Thought to be evil people, ya'ni ularni yomon odam deb o'ylashgan deyapti. Bu hozircha to'g'ri javob, lekin qolganlari nima uchun noto'g'riligini isbotlash uchun ularni o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. B'da forced to kill their pets, ya'ni ular o'zini pet degan uy hayvonni, ya'ni mushukni nazarda tutib aytyapti. Mushukni o'ldirilishiga, ular o'zlarining mushugini o'ldirishga majbur bo'lishgan. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Ularni mushugiga qo'shib yoki o'ldirishvorgan, yoki bo'lmasa ularni yovuz deb o'ylashgan. Ya'ni bu yerda bu to'g'ri javob bo'lolmaydi. C'da perceived as very superstitious. Superstitious degani shu irim-sirimlarga ishonadigan, xurofotlarga ishonadigan odamni superstitious deydi. Ularni shunaqa deb o'ylashgan. Yo'q, bu umuman mantiqan ham noto'g'ri javob. Chunki misol uchun irim-sirimga ishonadigan odam o'zini shunaqaman deb o'ylamaydi. Chunki u narsani rost deb o'ylaydi. Ya'ni bu yerda to'g'ri javob bo'la olmaydi. Ular bilishmagan u vaqtda bu narsa irim-sirimligini. Ular bu narsani rost deb o'ylashgan. D'da considered to be the devil himself. Ya'ni ular, ya'ni mushuk boqqan odamlarni shayton deb o'ylashgan. Bu umuman noto'g'ri. To'g'ri, mushuklarni ba'zida shayton timsolda ko'rishgan o'sha vaqtlarda, lekin ularni boqqan odamlarda bunaqa deb o'ylashmagan, bunaqa yozilgan joyi yo'q. Ida used in the construction of buildings, ya'ni uylarni qurayotganda ulardan foydalanishgan. Yo'q. Mushuklarni uylarni qurayotganda devorlarni orasiga tiqib qurishvorgan. Bu narsa yozilgan, lekin I variantda o'zi yozilmagan. Shuning uchun to'g'ri javob bizda A. So to be evil people bizdagi yozgan being suspected of wickedness so'zi bilan bir xil. Biz hozir to'g'ri javobni note taking usuli bilan topdik. Xuddi shunday ikkinchisini qilamiz. Endi yana variantlarni yopamiz. Ikkinchisiga o'zimizning notlarimizni yozamiz. It's obvious from the passage that the widespread epidemics in Europe in the Middle Ages. Ya'ni tekst o'qib shuni tushunishimiz mumkinki, o'rta asrlarda bizdagi o'sha vaqtda Yevropada tarqalgan epidemiyalar deyapti. Nima bo'lgan?
Ular birinchi navbatda hozir biz sababini yozishimiz mumkin. Ular nima sababdan shunaqa epidemiyalar tarqalgan? Hozir bir daqiqa. It's obvious from the passage that the widespread epidemics in Europe in the Middle Ages. Ularda sababini yozsak agar, nima sababdan tarqalgan ular? Ular bizdagi anovi kalamushlar soni ortib ketgani sababdan tarqalgan bu kasallik. Hozir biz associated so'zini ishlatsak bo'ladi. Associated with increased numbers of, yana haligi so'zni ham ishlatsak bo'ladi. Disease carrying rats. Rat so'zini o'rniga rodent, ya'ni kemiruvchi degan so'zni ishlatsangiz bo'ladi. Rodents. It's obvious from the passage that widespread epidemics in Europe in the Middle Ages were associated with increased numbers of disease-carrying rodents. Xo'p, endi variantdagilar bilan buni taqqoslasak bo'ladi. Either were believed to be the result of bad luck. Ya'ni, misol aytibdi, tekstda mushuklarni yomonlik keltiradi deb ishonishgan. Aynan o'sha yomonlik keltirgan sababli u kasallik tarqalgan deyapti. Yo'q, unaqa emas. Biz sababini yozdik mumkinligini. Bida help to control the amount of rodents. Ana o'sha kasallik bizdagi kemiruvchilar sonini nazorat qilishga yordam bergan. Aksincha, ana shu kemiruvchilar sababli bu kasallik paydo bo'lgan. Bu B variant bizda to'g'ri javob bo'la olmaydi. Cda cause the cat population to decline dramatically. Bizdagi ana o'sha Yevropadagi tarqalgan kasallik mushuklarni sonini keskin kamayib ketishga olib kelgan deyapti. Yo'q, unaqa emas. U mushuklar soni to'g'ri keskin kamayib ketgan, lekin ular boshqa sababdan. Odamlar ularni o'ldirgani uchun kamayib ketgan. Dida were believed to be the work of witches. Bizdagi ana o'sha tarqalgan kasallikni yalmog'izlar tarqatgan deyapti. Yo'q, unaqa emas. Bizda o'zi bittagina variant qoldi. Ana o'sha bo'lsa E were connected to the diminishing numbers of cats. Ya'ni biz hozir were connected so'zini were associated so'zi bilan almashtirdik va diminishing numbers of cats mushuklar kamayganligi bilan bog'liq deyapti. Biz kalamushlarni, ya'ni kemiruvchilarni soni ortib ketganligi bilan bog'liq dedik. Ikkalasi bitta narsa. Chunki mushuk kamayganligi bizdagi kalamushlari soni ortib kelishiga olib kelgan. Biz yozgan narsa bilan ular yozgan narsa bir xil. Shu uchun bizda to'g'ri javob E bo'ldi. Endi yana yopamiz buni. Oxirgi 3-testimizga qaraymiz. It is clear from the passage that during the 17th century 17-asrda nima bo'lgan? 17-asrda mushuklar o'zlarini avvalgi maqomini, ya'ni odamlarning do'stlari yoki kalamushlar sonini nazorat qiluvchi degan yaxshi nomini qaytarib olishgan. Regain its place degan fraza ishlatilgan tekstda ana shuni yozsak bo'ladi. It's clear from the passage that during the 17th century cats were able to regain their former place as people's companion degan so'z ishlatishimiz mumkin, lekin uni o'rniga hozir friends yoki boshqa so'z ishlatishimiz mumkin edi. Endi real hayotda speakingimizni ishlatish uchun ana o'sha so'zni ko'proq ishlatishimiz kerak gapirayotganimizda. Companions and the controllers of rodents. Xo'p, endi buni variantdagilar bilan taqqoslaymiz. Ada gapda people no longer had any superstitions. Ya'ni odamlarda endi hech qachon
17-asrdan boshlab hech qanaqa irim-sirimlar bo'lmagan. Yo'q, bu narsa to'g'ri, irim-sirimlar haligacha bor va oldingizdan qora mushuk o'tsa, bu yomonlik keltiradi deb misolda keltirilgan bu narsa. Vida cats were no longer considered to be rodents. Mushuklar 17-asrdan boshlab boshqa kemiruvchilar deb hisoblanmagan. Bu umuman mantiqan xato, chunki mushuk kemiruvchi emas. Sida, the persecution of cats rose to its height. Ya'ni mushuklar taqibi o'zini pik cho'qqisiga chiqqan. Bu umuman noto'g'ri, 100% noto'g'ri, chunki aksincha, naborot, 17-asrdan boshlab ularni ta'qib qilish kamaygan. Shuning uchun bizda bu umuman false. Dida, this had wiped out most of Europe's cats. Wiped out degani yo'q qildi degani. Demak, kasallik ko'pgina Yevropadagi mushuklarni yo'q qilgan. Umuman bu not given. U kasallik infeksiya odamlarni o'ldirgan, odamlarga ziyon keltirgan va ana o'sha mushuklarni kamayishi va sichqonlar, kalamushlar sonining ortishi bilan bog'liq bo'lgan. Bizda bittagina variant qoldi. U ham bo'lsa mana shu to'g'ri javob. Nima uchunligini biz o'zimizdagi notlar bilan isbotlaymiz. The cat's luck began to change for the better. Ya'ni bu yerda aytibdi, mushuklarning omadi yurishni boshlagan deyapti. Ularga bo'lgan persecution kamaygan, ya'ni bu omadi yurishgan. Endi ular odamlarning do'stlari yoki rodentlarning controller sifatida o'zini eski maqomini qaytarib olishni boshlagan degan yozgan notlarimiz bilan bu gap bir xil. Shuning uchun bizda to'g'ri javob bo'ldi. Endi oxirgi mashq bu bizda sentence completion mashqi, ya'ni gapdagi bo'sh joylarni biz to'ldirishimiz kerak. Buni ham ko'chirib o'tkazganman Wordga. Endi birinchi gapda, as there are no signs of forced entry to the building, it is that the robbers either had a key or were let in by somebody. Bu yerda aytibdiki, binoga hech qanaqa kuch ishlatib, force degani kuch ishlatib degani, kuch ishlatib kirilganligini hech qanaqa belgisi yo'qligi sababli deyapti. It is evident bo'ladi. Ya'ni hozir tarjimasini aytaman. It is evident that, bu aniq ko'rinib turibdiki, evident degani clearly seen degani, ya'ni buni o'rgandik, narigi nuqtalar o'rniga so'z qo'yganimizda o'rgandik. Aniq ko'rinib turibdiki, o'g'rilarda yoki kalit bo'lgan yoki ularni kimdir ichkariga kiritgan. Shuning uchun bizda to'g'ri javob birinchisiga evident bo'ldi. Ikkinchisi, the plague, bu vabo degani. The plague, a disease also known as the Black Death, was a particularly violent. Bu vabo qanaqa kasallik? Bu epidemiya, ya'ni epidemic degan so'zni hozir yozishimiz kerak bu yerga. Violent epidemic, bu juda ham o'tkir epidemic kasallik. Which killed many people in Europe during the Middle Ages. O'rta asrlarda Yevropada juda ham ko'pchilikni o'ldirgan o'tkir vabo deyapti umuman olganda. Shuning uchun bizda to'g'ri javob epidemic degan so'z bo'ldi. Uchinchisi, many people believe that breaking a mirror brings 7 years bad luck. Ko'p odamlar ishonadiki, oynani sindirsangiz 7 yil sizga yomonlik keladi deb ishonishadi. But this is simply, lekin bu shunchaki irim-sirim, ya'ni superstition, and has no basis in fact. Va umuman hech qanaqa asos yo'q bunga deyapti. To'rtinchisi, the woman who fainted because of the stuffy air in the cinema was immediately carried outside the cinema. Fainted degani hushdan ketdi degani. O'zi faint agar bizda birinchi shaklda ishlatilsa, birinchi fe'l shaklida ishlatilsa, hushdan ketmoq, lekin fainted bo'lgani uchun o'tgan zamon shaklida ishlatilyapti. Hushdan ketgan ayol, because of the stuffy air. Stuffy air degani dim havo degani. In the cinema. Demak, kinoda dim havo tufayli hushdan ketgan ayol was immediately carried outside the cinema.
kinodan darhol tashqariga olib chiqilibdi. Where she could get some fresh air. Va u yerda u toza havo ola olabdi. And soon she consciousness degani hushini qaytarib olgan, ya'ni hushiga qaytgan degan ma'noda. Bu yerda regained so'zi ishlatiladi. Regained. Va tez orada u hushiga qaytibdi, toza havo olgandan keyin. Va bizda oxirgi gap qoldi. Superstition ham highlight qilamiz. Oxirgisi. Under the Geneva Convention, it is illegal to prisoners of war, which this includes both psychological and physical abuse. Xo'p, Geneva Convention bu nima? Bu xo'p, odamlarni himoya qilish uchun yaratilgan shartnomalar to'plami. Ya'ni urush vaqtida bo'lgan bu narsa odamlarni himoya qilish uchun, insonparvarlik me'yorlarini saqlash uchun yaratilgan. Va ana o'sha qonunlar to'plamida aytilgan ekanki, shartnomalar to'plamida. It is illegal to, bu yerda torture bo'ladi. Ya'ni qiynoqqa solish. Prisoners of war degani harbiy asirlar degani, urush vaqtida qo'lga olingan odamlar. Bu o'sha Geneva Conventionda aytilgan ekan, urush vaqtida qo'lga olingan asirlarga ham psixologik, ham fizik jihatdan ularni qiynoqqa solish noqonuniy bo'lgan ekan. Shu uchun bu yerda qiynoqqa solish torture so'zi to'g'ri javob sifatida olinadi. Va bu bizda oxirgi mashq bo'lgan edi. Mana shu bizdagi bugungi tekst edi. Juda ham qiziq, menga yoqdi. Shu yerda biz darsni tugatsak bo'ladi. Hammaga e'tiboringlar uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.